Ushbu kitob Qur'onni kamida bir marta yodlab chiqqan qorilarga mo'ljallangan. Bu kitobda mutashobih, ya'ni bir-biriga o'xshash, qorilarimiz ko'pincha adashib qoladigan, bir suradan boshqasiga o'tib ketib qoladigan joylari yig'ib chiqilgan va ularni ajratishda o'ziga xos uslublar bayon qilingan. Juda foydali kitob. Masalan, Alloh taolo Haj surasida aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. Min g'ammin degan qo'shimchasi bor. Sajda surasida bo'lsa kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Min g'ammin degan yeri yo'q. Ayni bir xil oyat, lekin bittasida min g'ammin bor, ikkinchisida ana shu g'am degan so'zi yo'q. Buni qorilar qanaqa bajaratib oladi desak, mana quyida eslatma: Iza sajadta zahabal g'am. Agar sajda qilsang g'am ketadi degan eslatma. Ya'ni sajda surasida g'am degan qo'shimcha yo'q. Agar sajda qilsang g'am ketadi. Osona eslab qolishga. Aslida har bir qorini o'zini daftarida yoki zehnida shunaqangi belgilar bo'lishi kerak. Lekin kimda yo'q bo'lsa, mana tayyor mehnat.